hozir men ko'rib birinchi marta ko'ryapman-da medallaringizni. Shuni kuzatuvchilarga ham qiziqroq shu medallar. Rahmat. Rahmat. Avvalo yangi yillar bilan hammanglarga assalomu alaykum. Endi bu medallar taqmasdim, ko'pchilik san'atkorlar taq degandan keyin taqdim. Sababi tortinardi, xijolat bo'lardi. Nimaga xijolat bo'lasan? Mehnating-ku dedi. Qopti deganda buni bu O'zbekiston Milliy gvardiyasida olganman. Ma'naviy ma'rifatli ko'krak bu markaziy davlatlar hamdo'stligi tomonidan berilgan. Bu tomon o'z kasbini fidoyisi degan. Demak, bu tomonda Moskvada olganman. Boyagi konsertda berishgan menga Moskvada o'sha boyagi qaysidir fonddan bu ham davlat ahamiyatiga ega bo'lgan janaqa Amir Temurmi nima anaqasi. Bu mustaqilligimiz yana bitta ikkita bor ular taqmadim. Xijolat bo'lgan. Ya'ni hammasi ko'payib ketmasin dedimda. Bu qo'shiqchi veteranmi degan mana hazil albatta. Endi har bir mehnatingiz, har bir harakatingiz albatta Alloh buyukda, har birini ko'rib turadi. Qaysidir insonlarga xush kelsangiz, qaysidir insonlar xush kelmaysiz. Buni ular hal qilmar ekan. Hammasi o'zidan ekan, hammasi o'zidan. Hammasi o'ziga shukr deymiz va yosh mehnatlarimizni samarasi, e'tibori hammasi uchun. Bo'limcha bu e'tirof, e'tibor deyman. Rahmat ham bo'lsin. Erkin aka, bitta qo'shig'ingiz bor-da. Shu endi ancha yil bo'ldi bu aytganingizga, o'sha Vayronaman onajon degan 5 o'g'il 25 yil bo'ldi. 25 yil bo'ldi, lekin shu qo'shiq haligacha eshitib kelamiz shu qo'shiqni. Rahmat. Eshitganda odam nima deydi, bir o'ylantiradigan qo'shiq-da. Shu qo'shiqni agar iloji bo'lsa jonli ijro etib bersangiz. Xo'p. 70 yulduz yog'ilib, yarim oycha to'lolmas, 7 yanga yig'ilib, bitta ona bo'lolmas. Ona tirik eshikka urda ham men qirda ham ko'ylagimda tugmam yo'q, tugmam bo'lsa kir yoqam, 4 yangamga qo'shilib turtkilaydi 4 akam. O'z uyimda jonajon, begonaman onajon, begonaman onajon. Yo'qligingiz qadamda turar shunday bilinib, non yopmaysiz tonglari menga kulcha ilinib, sarg'ayarman sarg'aygan rasmingizga termulib, ziyo istab zor qaqshab, parvonaman onajon, parvonaman onajon. Uy to'rida tol beshik, akam yotgan, men yotgan, shirdik kelbatli Vayronaman onajon. Bu yerda Muhammad Yusuf zabardast shoirimiz, O'zbekiston qahramoni, she'riyat olamining qiroli deyman. Muhammad Yusuf qalamiga mansub. Sog' bo'linglar, rahmat. Salomat bo'ling Erkin aka. Bizani kuzatuvchilarga, o'zingizning kuzatuvchilaringizga, muxlislaringizga yangi yil tilaklari. Xo'p bo'la. Avvalo yurtimizdagi har bir insonga, har bir xonadonga, har bir insonga yangi yil 2026-yil ot, uchar bo'yicha ot yili ekan. Barchalarga otdek mustahkam sog'lik, omad, iroda va sabr toqat tilayman va albatta har bir ishda sabr kerak. Sabrli Alloh aytgan, sabrlilar biz bilandir. Va meni misolimni ko'radi degan. Va har birlarga xonadoningizga fayz, baraka, tinchlik, xotirjamlik, ishingizga omad tilaymiz. Muxlislarga esa albatta harakatdamiz va do'stimizni, muxlislarning hammasiga omad. Like, kommentlar chiroyli yozasiz. Qo'llab tursanglar, ajoyib. Televideniya hammasiga nima sal bezroq bo'lib chiqdi deydi. Tavba qildi. Bu ijobiy, yaxshi ma'noda. Hammanglarga yangi yil muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, 26-yil omad keltirsin. Sog' bo'linglar.